Kuyov, Oh. bu odamni qorni faqat nom bilan to'ymasligini bilgan shashlikchi. Shashligiga ozginagina go'sht qo'shibdi. Sigir. Ha, kuyov, ke. Alaykum. Va alaykum assalom. Ke. Uydami? Yo'da? Ikkalasi ham shu yerda. Kir. Qaynota. Ha, Nega meni qaynonam faqat jin deb chaqiraveradi? Nega? to'g'risi ham da, qayerda aroq ochilsa, shu yerda sen darrov paydo bo'lasan-da. To'g'risi? Ha. Assalomu alaykum. Yaxshi qiz, burjingiz nima? Baliq. Aha. Siznikichi? Baliqchiman. O'tiring. Boring. Ya, aytgancha kuyov, Ha. kecha kechqurun qaynoning menga bunday qilibdi. Yo'q. Keyin men bunday qildim. Oplabmanmi? Bugun qaynonam sizni boplaydi. Bormayman bi olis, ammo o'zim bilaman. Qizingizsiz o'lganim yo'q. Qaynonam. Hey. Doktor, Ha. boshqa bemor bering. Nega boyagi bergan bemor nima bo'ldi? Boyagi bergan bemoringiz o'lib qoldi. Bu sen jinnimizdan qaynonam edi-ku. Bu kuyov 10 million qarz ekan, beray demaydi. Alo. Alo, assalomu alaykum. Alaykum assalom. Ey kuyov, qalaysan? Nima edi qaynota? 10 million oldik, qachon berasan uni? 10 millionni kim olgan? Qizim olgan, sen so'ragansan-ku. Bo'ldi-da, qizingizdan so'rang bo'lmasa. Bo'pti, vaqt qolmang. Ha? Assalomu alaykum. Dedi yaxshi. Yaxshimiz. Omir bormi aka? Nima? Omir. Ombir? Hmm. Ombir. Aka mana turibdi-ku ne qiziras? Ha? Mana turibdi. Ombir shumi? Mana shu. Ploski demaysizmi aka? Bu bizni o'rtog'imiz bitta mashina olibdi-da. Bunaqasini ko'rmaganman. Ne keladi? Endi pastol kulma to'g'lab ol. Qarangizlar. Ana bu. Remen ushlab turadi mana. Remen ushlab turadi. Ana ushlamayapti.